man ko'proq sovchilik bilan shug'ullanaman. Ko'p yo'q, ayol kishi lider bo'lgan joyga bormaymiz. Yo'q, erkak kishi bo'lsa biza boramiz. U yerda porядка bo'ladi, tarbiya bo'ladi. Ko'pchilik hozir qo'rqib qolgan, ayollarni uyda hukmron qiz bo'lsa xohlashmaydi. Даже sovchilar ham bormaydi. Erkak kishi uyda hukmron bo'lishi kerak. Ayol kishi hukmron bo'lishi kerak emas. Ming boshqa yerda ish joylarida hukmron bo'lsa ham ayol kishi ming ko'p pul topgan taqdirda ham erkak kishidan pastda yurish kerak. Ayol kishi qancha erkak kishini hurmat qilib, uni e'zozlab, даже qarg'a bo'lmaydi erkak kishini. Urishib ham bo'lmaydi, yomon gapirib bo'lmaydi. Turli bo'ladi erkak kishini. Tilini shirin qil, muomalangni yaxshi qil, ozgina mehnatdan qochmasa, muomala zo'r bo'lsa, hammasi bo'ladi. Ayollarni bilaman, juda katta millioner shili, lekin xo'jayinini uyda liderdek ko'rishadi. Ham sevgi bo'ladi, ishonch bo'ladi, pulli barakasi ham bo'ladi.